Aslida Islom Igenovning raqibi ajoyib sportchilarimizdan biri Sarvar Hasanov bo'lishi kerak edi do'stlar. Sarvar Hasanov menimcha kelgan yoki Samarqandga takedownini boshlayapti Igenov. Hasanov vazn tashlash jarayonida biroz o'zini noxush his qila boshladi. Bo'lib turadi mana shunday jarayon, kamdan-kam lekin bo'lib turadi. Sog'liq tilaymiz Sarvarga. Omad tilaymiz, albatta o'ziga keladi. Va qisqa fursatda unga raqib izlandi va topildi. Bu ham bo'lsa Jamshidbek Tursunboyev Andijon viloyatidan. Bunday qisqa jarayonda jangga rozi bo'lish o'zi bir jasorat. Qo'llab-quvvatlaymiz albatta yurtdoshimizni. Hozir biroz murakkab holatda yon taraflama nazoratga o'tib olyapti Igenov. Tursunboyev Abduvaliyevni ko'ryapmiz uning burchagida. Javohirni Jasur Alijonov albatta oldinda katta turnir uyushtirish arafasida, bevosita o'sha turnirga tayyorgarlik ko'ryapti. Muhtar bo'lish kerak. Ana Fest chiqib ketish kerak ham vaziyatdan biroz ko'rish qiyin bo'lmoqda bu holatdan. Belni berib qo'yapti nazoratini. O'z ustidan ag'darib tashlashga harakat bo'ldi. Qulf solishga imkon berish kerak emas bunday vaziyatda. Hozir amplitudali zarbalar yo'llash uchun imkoniyat yaraldi Islom Igenovda. Aylanib o'tyapti. Mana bu boshqa gap. Tizada zarba, chap qo'l, o'ng qo'l zarba oldiga qarab bo'lyapti. Yana bir tizza zarbasi amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Turib olguncha ekan. Tursunboyevda. Yana turib olish kerak endi ikkinchi set. İki daqiqa vaqt bor hali. Qoldi emas, bor hali. Qushni tejash kerak, saqlash kerak. Yon tarafdan nazoratga o'tirish kerak emas. Hozir mountga o'tib ketishi mumkin. Igenov yo'q, bermayapti. Jamshidbek gard yopish kerak. Xabgard. Tirsakni bosib. Hozir tajribali kuchli jangchi ekanligini ko'rsatyapti Qozog'iston vakili. O'z ustidan odab tashlashga bo'lgan harakat, lekin tushib qolyapti yana mountga. Bu vaziyatda sweep amalga oshirish mumkinmi? Noyob usullardan, usullardan birini ishlatishga harakat qilib ko'rdi, bo'lmadi. Chiqib ketyaptimi? Yana yopishyapti. Imkon qadar jangni parterga o'tkazishga harakat qilaverar ekan. O'ttiz soniya qolyapti. Bog'lab olgan, kuch sarflamaslik kerak ekanligini sekundantlar uqtiryapti.
Bo'ldi. Birinchi raund yakuniga yetmoqda. Ikkalasi ham qarang, ikkala burchak ham maslahat berdi. Hozir nafasni rostlaydigan payt. So'nggi soniyalarda mana shuni o'tkazdi jangchilar. Taktika tushunarli. Islom Igenov imkon qadar jangni parterga o'tkazishga harakat qilaverar ekan. Va Jamshidbek Tursunboyev aksincha. Секунданты. Освобождаем октагон. Nima bo'lsa ham oyoqqa o'tishga imkon berish kerak emas. Nima bo'lgan taqdirda jangni parterga o'tkazishga imkon berish kerak. Ko'proq nafasni rostlab olishga imkoniyat yaratish. O'ylab o'tirmadi, o'ylab darhol oyoqqa tashlaydi. Tushundiki, Jamshidbek bilan zarbalanishuvda bahsni olib borish umuman mantiqqa to'g'ri keladi va darhol jangni parterga o'tkazadi. Darhol. Sayt kontrolga o'tkazib yubormasa kifoya. Gard yopilyapti. Mana bu usullardan biri endi ko'krak qafasiga bosim uyushtirish menimcha qiyin. Bu usulni bu submission amalga oshirish bunday vaziyatda. Ehtiyot bo'lish kerak hozir qorinbosh. Yana shu usul qo'lini o'tkazib olsa kifoya. Bermayapti. Qozog'istonlik sportchi ham tushuntirdi qanday usul amalga oshirilayotganligini, ko'krak qafasiga bosimni. Yana ketdi. Yo'q, darhol oldinga qarab boryapti, darhol tushunishga harakat qilmoqda uch burchak. Zarba. Yana zarba. Payt poylash kerak ekanligi uqtirilyapti. Aynan zarba yo'llash uchun harakat qilganda gilotinaga olishga bo'lgan harakatni ko'ryapmiz. Va yana uch burchakka hamla. Tezkorlik bilan harakat qilish kerak bunday vaziyatda, tushunarli. Armbar deb so'rayapti endi. Amduvaliyev. Mana endi yo'q bu vaziyatda ham bo'lmadi. Nimadir o'ylab topish kerak-da. Keskin talofat yetkazmayapti, lekin ochkolar bular barchasi. Bularning barchasi ochko. Nazorat qilyapti, zarbalar bor, faollik belgilangan. 2 daqiqadan sal ko'proq vaqt qolyapti. Finishlar kam bo'lyapti bu turnirda. Knockout. Kimuram ehtiyot bo'lish kerak bunday vaziyatda hozir. Habgard ko'p ketish hech gap emas. Buni sezgan. Tirsak ikkita zarba kuchli. Qiyin vaziyatda. Jamshidbek Tursunboyev qiyin vaziyatda. Ko'p zarba o'sha 10 oyoq o'tib ketganligi. Yo'q submission.
gard. Va back mount o'rnashib olyapti. Back mount o'rnashib olyapti. Juda kuchli parterchi ekan. Qozog'istonlik sportchi va mana bunday o'ziga xos himoya. Chiqib ketyapti. Jamshidbek bitta tirsakda zarba bermaydi ana shunday jangni olib borishga. Sekundantlar bilan ham suhbatlashib ko'rdi. Anakonda cho'kka olishga harakat qilib ko'radimi? Vaqt qancha? 30 soniya. Yo'q, anakonda yo'q bu yerda albatta. Ya'ni gilyotina yo'q. Va bol. Секундант покидает октагон. Uchinchi raund boshlandi. Asta-sekin bosim ushlayapti. High kick. Tizi kerakida mana shu yerda bitta tiz zarbasi. Va endi menimcha ssenariy o'zgarmasa kerak. Murakkab holatda qolib ketmoqda endi Tursunboyev. Endi bu yo'lga tavakkal qiladi. Baribir boshqa chorasi yo'q. Jamshidbek turyapti, ammo bermayapti raqib.
juda yaxshi paltarchi ekan, juda ham kuchli. Islomiy Genov hammadan namoyish etib berdi. Bazasi kurash ekanligida menimcha bu yerda hech qanday mana back mount Gilyotini deyarli iloji yo'q. Ushlab olishning ham iloji yo'q bu yerda. Genov menimcha jangni mantiqiy yakuniga yetkazadi. Vaqt esa hali bor, yana yarim raund. Hammerfist. Arm-barma uch burchakmi endi nimadir qilib ko'rish kerak. Lekin parter bunday kuchli bo'lgan sportchiga nisbatan bajarish ham qiyin, chunki yaxshi kuchli zarba Hammerfistlar faol o'tkazyapti. Hali Kimurani esladik-a? Hali Kimurani esladik-a? Bitta Kimura bo'lsa-mi hozir? Qiyin endi bunday vaziyatdan chiqib ketish. Qancha qoldi? 45 soniya. Va bo'ldi, jang yakuniga yetdi. Qozog'istonlik sportchi g'alaba qozondi. Ammo bir jihatni baribir aytib o'taman. Jamshidbek Tursunboyev qisqa fursatda mana shu jangga yetib kelganligi yomon o'tkazdi. Shu raqibiga qarshi 3 raund mobaynida, shu parterchiga qarshi 3 raund mobaynida munosib qarshilik ko'rsatdi baribir. Islomiy Genov ham endi qanchalik kutgan yoki kutmagan bilmadim. Baribir bir kun yoki 1,5 kun ichida mana shu jang bo'lib o'tishi ma'lum bo'lgan. O'sha Sarvar Hasanov jarohat olganlar, betob bo'lib qolgandan so'ng deylik, to'g'riroq bo'ladi. Sarvarga omad tilaymiz, sog'lik tilaymiz. Ofaring Jamshidbek Tursunboyev, g'alaba Islomiyga.
Jangning rasmiy natijasi, официальный результат этого боя. Согласно решением судей, hakamlarning bir ovozdan qaroriga ko'ra, победу одерживает, g'alaba qozonmoqda боец из синего угла Islom Igenov. Islom Igenov ham tushunib turibdi, qisqa fursatda mana shu raqibi yetib kelganligi uchun va unga minnatdorchilik bildirmoqda, shubhasiz. Barcha uning murabbiylari ham